Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugundan boshlab sizlar bilan inshaalloh arab tilida qisqa matnlarni ko'rib, so'zma-so'z tarjima qilib, o'qib so'zlarni yodlab ketishni boshlaymiz. Bugungi birinchi tekstimiz, ya'ni dialogimiz. Basim. Bu ism, erkak kishining ismi Basim. Marhaba. Xush kelibsan. Ismi Basim. Ismi, ya'ni ism degani bu o'zi ism. Ismi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ye qo'shadigan bo'lsak, mening ismim Basim deyapti. Abdulloh. Ahlan Basim. Ahlan degani bu yerda salom degani. Salom Basim. Va ana, va degani bu o'zbek tilidagi va. Ana bu men degani. Va ana Abdulloh. Men Abdullohman deyapti. Basim. Kayfa haluka. Kayfa degani o'zi qanday degani. Hal degani mana shu hal, holing degani. Hol degani o'zi. Haluka bo'lsa sening holing bo'ladi. Endi qanday sening holing bo'lsa, ahvollaring qanday degan bo'ladi tarjimasi buni. Kayfa haluka. Abdulloh. Bi khayri valhamdulillah. Bi ni olib tashlasak, xoyr degani bu yaxshilik degani. Bi khayri degani yaxshilikda degani. Bi qo'shsak. Endi bi khayri valhamdulillah bo'lsa, yaxshilikda Allohga shukr, Allohga hamd bo'lsin deyapti. Basim. Ana avval ham o'tganmiz mana men degani. Saidun degani xursandman degani. Biliqoika degani bu yerda ko'rishganimdan, seni uchratganimdan deyapti. Shu ka qo'shilgani sen degani bildiradi bu yerda. Saidun biliqoika ya degani ey degani. Ya Abdulloh bo'lsa ey Abdulloh degani. Hop, men xursandman ko'rishganimdan sen bilan ey Abdulloh, seni ko'rganimdan xursandman deyapti. Abdulloh va ana va degani bu ana men va men ayzo ham degani yoki shuningdek va men ham degani, ya'ni seni ko'rganimdan xursandman men ham degani. Shu bilan birinchi tekst tamom bo'ldi. So'zlarni ko'rib chiqib yodlab olamiz. Assalomu alaykum bisavab.